Assalomu alaykum. Elektronika bo'yicha yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda biz elektron ishlarimizga ishni yengillashtiradigan bitta narsani yasab ko'rsatib beraman. Ya'ni pinset yoki qo'limiz bilan o'sha bajaradigan ishimizni o'rniga bajaradigan narsa. Buning uchun bizga oddiy krokodil qisqichimiz kerak bo'ladi, zajimimiz. Keyin bitta istalgan nima kerak bo'ladi? Og'irroq metal, bu yumaloq bo'lsa, endi menda yumaloq bor ekan, shuni qo'ydim. Yoki bo'lmasam, shuni kattaligidagi bir istalgan metalni olsak bo'laveradi. Nima qilamiz? Zajimni ustidagi rezinkasini olib tashlaymiz. Mana buni holga keladi. Bunga mana uni o'tkazib qo'yaman. O'tkazib turib, qisqichlarni qisib nima qilib qo'yamiz? Istalgan metal bo'lsa bo'ldi. Mana oddiy qisqichimiz tayyor bo'ldi. Bu nima uchun kerak? Masalan, birorta bunaqa platani remont qilib turganimizda, masalan, ko'rsatayim. Remont qilib turganimizda, uni oraliq joylarda shunaqa radio detallarimiz bo'lib qoladi. Qo'limiz sig'may qoladi. Pinsetni ushlasa ham qiyinroq tortib olish yoki noqulayliklar bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa mana bunaqa joyda qo'limiz nima qilmaydi yoki bo'lmasa atverkada tagiga atverka tiqib turib, atverka bilan olib olishimiz kerak. Xuddi shu narsani o'rniga mana bu nimadan foydalanamiz. Qayerligimni qo'yaylik. Az qilsin. Bir zumda qiziydi qo'yaylik. Aytaylik, ana platamiz. Biz hozir qaysini? Mana bu kondensatorimizni olaylik. Mana qistirib qo'ydim. Bo'ldi. Kondensatorimiz chiqaveradi. Yoki bo'lmasam, istalgan bitta platamizni detalni olaylik. Ichkarida diodni olaylik. Mana kondensatorni olaylik bo'lmasam. Qaysi tarafda turibdi? Okey. Bukib qo'yilgan ekan, nimasi ham. Qo'lingizda tortsangiz ham bo'laveradi. Bukib qo'yilganligi uchun men qo'limda tortib oldim nimasini. Oyoqchalari payka qilingandan keyin bukib qo'yilgan ekan. Agar bukilmagan bo'lsa, siz qo'lingizda tortishingiz ham nimasi bas. Yana bitta narsa, bemalol qo'lda tortsangiz ham, mana hozir qo'lda tortib ko'ramiz, chiqib ketmaydi. Bemalol o'zi qo'lda tortmasa ham chiqib ketyapti. Mana oddiy qisqich bilan kerak emas metaldan oddiy nima qilib yasadik. Tursa 1000 so'm yoki 500 so'm turadi. Maslahat beraman, yasab olsalar ishdan ancha yengillaydi. Rahmat, sog' bo'linglar. Biz bilan keyingi darslarimizda ham kuzatib boring.